Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun 3-may 2026-yil kunida bizlar tumanda chiroyli bir yomg'irlarimiz yog'di. Mana tabiat hodisasi kamalak. Zarrin nurlarni tarqatib turibdi mana quyoshimiz. Judayam bir chiroyli holat. Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun 3-may 2026-yil kunida bizlar tumanda chiroyli bir yomg'irlarimiz yog'di. Mana tabiat hodisasi kamalak. Zarrin nurlarni tarqatib turibdi mana quyoshimiz. Judayam bir chiroyli holat. Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun 3-may 2026-yil kunida bizlar tumanda chiroyli bir yomg'irlarimiz yog'di. Mana tabiat hodisasi kamalak. Zarrin nurlarni tarqatib turibdi mana quyoshimiz. Judayam bir chiroyli holat. Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun 3-may 2026-yil kunida bizlar tumanda chiroyli bir yomg'irlarimiz yog'di. Mana tabiat hodisasi kamalak. Zarrin nurlarni tarqatib turibdi mana quyoshimiz. Judayam bir chiroyli holat.